Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi zamonning farzandlarining ota-onalariga bo'lgan munosabatlaridan umuman olganda ko'nglimiz to'ladi. Masalan, yoshlarimizning ayrimlari shu profillariga qo'yib olgan holatlarini ko'ramiz. Lekin hozir biz yoshlarimizda ko'rayotgan bir salbiy narsalar borki, birovdan qarz bo'lib ketadi. Janjal qilgan odamlar kelib ota-onaga shikoyat qilgandan keyin ota-ona xabardor bo'ladi. Ota-onadan hamma narsani yashirish ota-onani asrab avaylash emas. Farzand janjal qilmaydigan, nega deb xarxasha qilmaydigan holatga o'rgatishimiz kerak. Yana hozirgi farzandlarimiz e'tibor qilishi lozim bo'lgan narsa, dunyoga o'zining ko'zi bilan emas, balki dunyoning ko'zi bilan o'ziga boqishni o'rganish kerak.